Shunda u agar xotin o'zi bemalol mana dadasi siz ham yeng bezrak qarab turibsiz men nima qilaman desa mayli bir qismini olib yesa bo'ladi degan maqsadda Mariyaga oyoq bor. Xotinidan borib so'rasa lahadi puli bor deganiga tezroq shunday tozalasa. Asalda Alloh taolo shifa ulinnas deb tabib qarang qaysi tarafdan ketyapti. Haligi farosatni bu bahraga bermaydi shuning uchun. Oldingi qozilar o'ta farosatli bo'ldi. Odamlar kelib dardini aytsa boshqa tarafdan tushunib fatvochilar beradi. Shuning uchun bu tabib xotinining mahrini Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Qani Mariya osh bo'lsin yesang deyapti. Xotinning mahrini pulini oldi, shu kunga asal sotib ol deb. Nimaga desa, asalda hamma narsaga shifo bor. Nimaga yomg'ir desa, Alloh taolo anzalamiga sabab innarum tahurlar. Eng pok suvni biz osmondan tushirdik deyapti. Shu narsalar jamlanganida agar sen tuzalmasang, unda sen tuzalmaysan deyapti. Haqiqatdan mahrini pulini olgan, ozgina asal nima sotib olganda yomg'irni kutganmiz.